Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan, pensiyaga chiqishga yaqin turgan, ota-onasi yoki yaqinlari pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap pensiya to'lash tartibidagi muhim o'zgarishlar, to'lovni olish usuli, hujjatlar, bank kartasi, ishonchnoma, yashash manzili va tekshiruv jarayonlari haqida ketadi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas, chunki bitta kichik xato ham pensiya kechikishiga, to'lov vaqtincha to'xtab qolishiga yoki ortiqcha yugurga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu xabarni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Avval pensiya to'lovlari ko'p hollarda odatdagi tartibda, ya'ni pensionerning tanloviga qarab naqd shakllarda yoki bank kartasi orqali amalga oshirilardi. Ba'zi hududlarda odamlar pensiyani pochta orqali, ayrimlar esa bank kartasiga tushgan pul sifatida olardi. Katta yoshdagi fuqarolar uchun bu masalada eng muhim narsa pensiyaning o'z vaqtida kelishi edi. Lekin amaliyotda ko'p muammolar bor edi. Kimningdir kartasi muddati tugab qolardi. Kimdir manzilni o'zgartirardi. Kimdir ishonchnoma orqali pensiya oldirardi. Yana kimdir chet elga ketib, bu haqda tegishli idoraga xabar bermasdi. Natijada tizimda ma'lumotlar mos kelmay qolardi. Endi tartib yanada aniqlashtirilmoqda. Asosiy maqsad pensiya to'lovini manzilli, shaffof va nazoratli qilishdir. Ya'ni pensiya haqiqatan ham unga huquqi bor shaxsga yetib borishi kerak. Davlat organlari, pensiya jamg'armasi, banklar va boshqa tegishli tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensionerning yashash joyi, shaxsiy ma'lumotlari, bank kartasi, fuqarolik holati, ishlash yoki ishlamaslik holati, chet elga chiqish muddati kabi ma'lumotlar ko'proq tekshiriladi va yangilanadi. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida aytaman. O'zgarishlar pensiya bekor bo'ladi degani emas. Odamlar orasida endi pensiya berilmaydi, hammaning pensiyasi kesiladi, kartaga o'tmasa pul olmaydi degan gaplar yurishi mumkin. Bunday vahimali gaplarga ishonmang. Asl masala pensiyani kim, qachon, qanday tartibda olishni to'g'ri rasmiylashtirishda. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz odatdagidek davom etadi. Endi men kimlar bu o'zgarishlarga jiddiy e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali olayotgan fuqarolar kartaning amal qilish muddatini tekshirish kerak. Masalan, sizning kartangiz muddati 2025 yil mart oyida tugagan bo'lsa, lekin siz buni sezmagan bo'lsangiz, pensiya hisoblangan bo'lsa ham puldan foydalanishda muammo chiqishi mumkin. Bank kartani avtomatik yangilashi mumkin, lekin har doim ham pensioner yangi kartani o'z vaqtida olib ketmaydi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Kartangizning old tomonidagi amal qilish muddatiga qarang. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka boring va oldindan yangilang. Ikkinchi muhim toifa pensiyasini boshqa odam orqali oladiganlar. Masalan, ona yoshi katta, o'zi bankka bora olmaydi. Pensiyasini o'g'li yoki qizi olib keladi. Bunday holatda ishonchnoma masalasi juda muhim. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki mas'ul tashkilot pulni berishga haqli bo'lmaydi. Oddiy misol. Ayting, 7-8 yoshli otaxon qishloqda yashaydi, pensiyasini nabirasi olib keladi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, lekin muddat tugaganini hech kim eslamagan. Pensiya kuni keladi, nabira bankka boradi. Lekin tizimda ishonchnoma muddati o'tgan bo'ladi. Natijada pul berilmaydi. Otaxon esa pensiyamni to'xtatishibdi deb xavotirga tushadi. Aslida pensiya to'xtamagan, faqat vakillik hujjati yangilanishi kerak. Uchinchi toifa. Yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Agar siz boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, lekin pensiya hujjatlaringiz eski manzilda qolgan bo'lsa, kelajakda tekshiruvlarda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chib ketdi. Lekin ro'yxatdan o'tish, manzilni yangilash va pensiya jamg'armasiga xabar berish masalasini paysalga soldi. Bir necha oy hammasi davom etgandek ko'rinishi mumkin. Lekin keyinchalik ma'lumotlar solishtirilganda savol tug'iladi. Fuqaro qayerda yashayapti? Qaysi hudud bo'yicha xizmat ko'rsatilishi kerak? To'lov qayerdan yuritiladi? Shuning uchun manzil o'zgarsa, hujjat ham o'zgarishi kerak. To'rtinchi toifa, chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu masalada odamlar ko'p adashadi. Kimdir men pensiya olaman, xohlagan joyimda yuraman deydi. Umuman olganda pensionerning harakatlanish huquqi bor albatta.
Lekin pensiya to'lov tartibida chet elga chiqish, doimiy yashashga ketish yoki uzoq muddat bo'lmaslik bilan bog'liq alohida talablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Agar siz yoki ota-onangiz uzoq muddatga chet elga ketayotgan bo'lsa, oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan tartibni so'rab oling. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. 5-masala. Ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensiya turlari bo'yicha ishlash holati, daromad yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam bilan nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiya oluvchining holati bir xil emas. Shuning uchun mening tanishim ishlasa ham pensiyasi to'liq tushyapti. Demak, hammaga shunday deb xulosa qilish noto'g'ri. Har bir pensiya turi bo'yicha shartlar alohida tekshiriladi. Endi sonlar bilan oddiy misollar keltiraman. Tasavvur qiling, fuqaro oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi muddati tugagan, lekin pensiya hisoblanishda davom etgan. U 3 oy bankka bormadi. Hisobda 3.600.000 so'm yig'ilishi mumkin, lekin fuqaro kartadan foydalana olmaydi. U bankka borganda karta yangilanadi. Shundan keyin pulni oladi. Bu holatda muammo pensiyaning bekor bo'lishida emas, karta vositasining ishlamay qolishida. Yana bir misol. Ayol kishi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzandi o'qishda. Bu turdagi to'lovlarda farzandning o'qishi, yoshi, ta'lim shakli kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar o'qishdan chiqarilgan bo'lsa yoki kerakli ma'lumotlar vaqtida topshirilmasa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Keyin nega pensiya kamaydi yoki to'xtadi degan savol tug'iladi. Sabab oddiy, huquqni tasdiqlovchi ma'lumot yangilanmagan. Yana bir hayotiy holat, pensionerning pasporti yoki ID kartasi almashtirilgan. Yangi hujjat olingan. Lekin bankdagi yoki pensiya tizimidagi ma'lumot eski hujjat raqamida qolgan. Ko'p hollarda tizimlar integratsiya orqali yangilanadi, lekin amaliyotda kechikish, texnik xatolik yoki ma'lumot mos kelmasligi bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi ID karta olganingizdan keyin bankdagi ma'lumotingiz ham yangilanganmi, buni tekshirtirib qo'yish foydali. Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizdan qo'shimcha hujjat talab qilinmagan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. O'zgarishlar asosan tartibni aniq qilish, hujjatlarni to'g'rilash va noto'g'ri to'lovlarning oldini olishga qaratilgan. Men tomoshabinlardan shuni so'rayman: vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Pensiya masalasida eng to'g'ri yo'l hujjatlarni oldindan tekshirishdir. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar, kartasi muddati tugash arafasida turganlar, yaqinda manzilini o'zgartirganlar, chet elga ketgan yoki ketmoqchi bo'lganlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar, shuningdek hujjatlarida ism, familiya, tug'ilgan sana yoki JSHR bo'yicha xatolik bor fuqarolar. Bitta harf xatosi ham ayrim tizimlarda muammo chiqarishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa, bu har doim ham pensiya bekor qiladi degani emas. To'lov kuni dam olish kuniga, bayramga, bankdagi texnik jarayonga yoki ma'lumot almashinuvidagi kechikishga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin kechikish bir necha kundan oshsa jim kutib o'tirmaslik kerak. Bankka keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya masalasi. Ba'zan fuqaro ma'lum bir o'zgarish haqida vaqtida xabar bermaydi. Masalan, pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan holat o'zgargan, lekin to'lov davom etgan. Keyinchalik tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Odamlar buni og'ir qabul qiladi, lekin davlat organi sizga huquq bo'lmagan davr uchun pul to'langan deb hisoblasa, masala qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun o'zgarish bo'lsa yashirmaslik kerak. Uchinchi jihat, naqd olish va karta orqali olish masalasi. Ayrim yoshi ulug' insonlar kartadan foydalanishni bilmaydi. PIN kodni unutadi yoki kartani boshqa odamga berib qo'yadi. Men buni xavfli deb hisoblayman. Karta pensionerning shaxsiy moliyaviy vositasi. PIN kodni hech kimga aytmaslik kerak. Hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham. Pulni yechish tartibi qonuniy va ishonchli bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma rasmiylashtirish eng to'g'ri yo'l. 4-jihat, telefon raqam. Ko'p bank xizmatlari SMS xabarnoma bilan bog'langan. Agar karta ona nomida, telefon raqam esa boshqa odam nomida bo'lsa,
yoki eski raqam ishlamay qolgan bo'lsa, pul tushgani haqida xabar kelmasligi mumkin. Keyin odam pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan. Faqat xabar kelmagan bo'ladi. Bankka borib telefon raqamini yangilatish kerak. 5-jihat nogironlik pensiyasi va tibbiy hujjatlar. Nogironlik muddati, qayta ko'rik, tibbiy komissiya xulosasi kabi masalalar pensiya davom etishiga ta'sir qilishi mumkin. Agar nogironlik muddati uzaytirilishi kerak bo'lsa, buni oxirgi kungacha qoldirmang. Masalan, hujjat muddati 3 iyunda tugasa, siz 29 iyunda yugurishni boshlasangiz, kechikish ehtimoli yuqori. Oldindan poliklinika, tibbiy komissiya va tegishli idoralardan tartibni aniqlab oling. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, CSHR, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oid ma'lumotlar, bank kartasi. Ishonchnoma bo'lsa, uning muddati, yashash manzili haqidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar ism familiyada, tug'ilgan sanada yoki hujjat raqamida xato bo'lsa, darhol tuzatish uchun murojaat qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, SMS xabarnoma ulangan raqam, karta bloklanmaganligi, PIN kod bilan bog'liq muammo yo'qligini aniqlang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka xabar bering. Agar karta boshqa odamda turgan bo'lsa, buni ham qayta o'ylab ko'ring. Pensiya pullari oilaviy puldek ko'rinsa ham huquqiy jihatdan u pensionerga tegishli. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilishdan tortinmang. U yerga borganda pensiyam nima bo'ladi deb umumiy so'rash yetarli emas. Aniq savol bering. Mening ma'lumotlarim to'g'rimi? Manzilim yangilanganmi? To'lov usulim qanday ko'rsatilgan? Qo'shimcha hujjat kerakmi? Ishonchnoma muddat tizimda ko'rinib turibdimi? Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 4-qadam, agar pensiya kechiksa, avval bankdan hisob holatini tekshiring. Pul tushgan, lekin karta ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Agar bankda pul tushmagani aytilsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda FESH, JSHR, yashash manzili, telefon raqam va muammoni aniq yozing. Masalan, 2025 yil iyul oyi uchun pensiya to'lovi bank kartamga kelmadi. Sababini aniqlab berishingizni so'rayman. Murojaatni og'zaki aytib ketish bilan cheklanmasdan, yozma yoki elektron shaklda qoldirish foydali. 5-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar yangi tartib, bank ilovasi, SMS, ID karta, elektron murojaat kabi narsalarni tushunmasligi mumkin. Ularni qo'ymang. Yoniga o'tiring, kartasini tekshiring. Hujjatlarni bir papkaga soling. Ishonchnoma muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Agar ota-onangiz boshqa viloyatda yashasa, telefon orqali emas. Imkon bo'lsa borib hujjatlarni ko'rib chiqing. Chunki ko'p muammo aynan hammasi joyidadir deb o'ylashdan boshlanadi. 6-qadam. Har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Telegramda, mahallada tanishlar orasida turli gaplar yuradi. Kimdir endi hamma bankka o'tadi. Kimdir ishlagan pensionerga pul berilmaydi. Kimdir chet elga chiqqanlarning pensiyasi darhol to'xtaydi deydi. Bunday gaplar ichida to'g'risi ham, noto'g'risi ham bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida og'zaki mish-mish emas, rasmiy tushuntirish, qonuniy tartib va shaxsiy holatingiz bo'yicha berilgan javob muhim. 7-qadam. Agar sizda nizoli vaziyat bo'lsa, hujjat yig'ing. Bankdan ma'lumotnoma, pensiya jamg'armasidan javob, murojaat raqami, to'lov sanalari, karta hisob varag'i bo'yicha ko'chirma kerak bo'lishi mumkin. Masalan, siz pensiya kelmadi deb hisoblayapsiz, idora esa yuborilgan deydi. Bunday paytda gap bilan emas, hujjat bilan aniqlik kiritiladi. Hisob varaq ko'chirmasida pul tushganmi yoki yo'qmi? Sana va summa ko'rinadi. Yana bitta muhim maslahat. Pensiya tayinlash yoshiga yaqinlashganlar oldindan tayyorlansin. Mehnat daftarchasi, ish staji, arxiv ma'lumotlari, ish haqi bo'yicha hujjatlar, harbiy xizmat, dekret davri, o'qish davri kabi masalalar ba'zan pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Pensiyaga chiqish kuni kelganda hujjat qidirishni boshlash kech bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish vaqt talab qiladi. Shuning uchun 6 oy yoki hech bo'lmasa 3 oy oldin hujjatlarni tekshirishni boshlang. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya miqdori bo'yicha shubhangiz bo'lsa, hisob kitobni tekshirtirish huquqingiz bor. Ba'zan odamlar davlat hisoblagan bo'lsa, demak shunday deb yuraveradi. Lekin ish staji to'liq kiritilmagan, ayrim davrlar hisobga olinmagan yoki hujjat yetishmagani uchun
pensiya kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun tegishli bo'limga murojaat qilib, pensiya hisob-kitobingiz qanday shakllanganini so'rashingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlarning asosiy mazmuni pensiyani aniq, shaffof va to'g'ri egasiga yetkazishdan iborat. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kartasi faol bo'lsa, ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, ortiqcha xavotirga sabab yo'q. Lekin karta muddati, ishonchnoma, yashash manzili, chet elga chiqish, nogironlik hujjatlari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va shaxsiy ma'lumotlardagi xatolarni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarini tekshirib chiqing. Agar tushunarsiz joy bo'lsa, banka yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Yozma javob oling, hujjatlarni tartibga keltiring. Bu ish bir kun vaqtingizni olishi mumkin, lekin keyinchalik pensiya kechikishi yoki to'xtab qolishi kabi muammolarning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovida kechikish, karta, ishonchnoma yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.